Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan juda ham foydali maskalardan birini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga bir dona banan kerak bo'ladi. Bananni yarmini ishlatasizlar. Uni yaxshilab alohida idishga solib, vilka yordamida ezib olishimiz kerak bo'ladi. Endi uni ustidan bir osh qoshiq kefir, agar yuzinglar juda ham quruq bo'lsa, bir osh qoshiq smetana solsanglar ham bo'ladi. Uni ham solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lib ketganidan keyin bir osh qoshiq asal solamiz. Agar yuzinglar yog'li bo'lsa, ozgina limon suqvorsanglar ham bo'ladi. Asalni ham solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana xuddi shu ko'rinishda maska hosil bo'ladi. Bu maskamizni yuzimizga surib 10-15 daqiqa qoldiramiz. Xohlasanglar sochingizga sursanglar ham bo'ladi. Bu maska universal maska hisoblanadi. 10-15 daqiqa o'tgandan keyin yuvib tashlashingiz mumkin. Bu maskamiz yuzimizga juda ham foydali. Yuzimizni oziqlantirishga, ajinlarga, quruq va yog'li teri uchun juda ham foydali. Qish kunlarida ayniqsa juda ham vitaminlarga boy maska hisoblanadi. Albatta sizlar ham foydalanib ko'ringlar, sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu maskamizni haftada 2 marta qo'llasanglar juda ham foydali bo'ladi. O'ylaymanki videoim ham sizlarga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolardan ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.